Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Darsimizni davom ettiramiz. O'tgan darsimizda mana nested list bo'yicha mashq ishladik. Mana qilib ko'rsatib berdim. Endi bugungi darsimizda kommentariyaga olib qo'yaman. Bugungi darsda jadvallar bilan ishlaymiz. Ya'ni table taglaridan foydalanishni o'rganamiz. HTMLda table taglari jadvallarda qanday qilib yasaladi? HTML kodlaridan foydalanib qanday qilib jadval qilinadi? Mana bu yerda bitta namuna bor jadval bo'yicha. Bu yerda ko'rsak jadvalimiz mana ko'rsatilgan oddiy jadval bu. Murakkab jadval ham bor, ularni ham sekin o'rgatib tanishtirib boraman. Birinchi oddiy jadvalni qilib olamiz. Bu yerda demak, jadvalga e'tibor bersak, jadvalda qatorlar va ustunlar bor. Bu yerda qator desak, qator mana gorizontal holatda uzunasiga qator deyiladi, ustun vertikal. Bunisi ustun hisoblanadi. Bu yerda demak, qator 5 ta qator bor, ya'ni 1 2 3 4 va 5 ta. 5-qator. Ya'ni bu yerda qator 5 ta va ustuni 4 ta. 1 2 3 4 ta ustun. Bu yerda qatorlar va ustunlarni birinchi aniqlab oldik. Endi bu yerda bularni qanday qilib kod yozib, qanday qilib bularni jadval qilishni ko'rsataman. Demak, birinchi jadval taglari HTMLda table degan tagda ichida bo'ladi. Table deb yozamiz va orasini ochib, birinchi demak, jadvalda bizda jadval boshi va jadvalda tanasi bo'ladi. Ya'ni jadval boshi deganda nomer, full name, position, salary jadval boshi, ya'ni jadval haqida ma'lumot bo'ladi birinchi. Va uni pastida datalari keladi, ya'ni ma'lumotlar. Mana 1 2 3 4 ismlar, position va oylik maoshlar hammasi jadval ma'lumotlari bo'lgani uchun bular jadval tanasi hisoblanadi. Bu jadvalning boshi. Ya'ni jadvalda T head degan tag bor, ya'ni jadval boshi bo'ladi. T body degan tagda buni jadval tanasi yoziladi. Demak, bu yerda birinchi T head degan tag ochib olaman. Va endi bu yerda hozir aytdik qatorlar dedik. Demak, bu yerda 5 ta qator bor. Har bir qator bitta tr degan tagning ichida bo'ladi. Demak, bu yerda 5 ta qator bo'lsa, 5 ta tr degan tagning ichida tag yozib kodlar yozamiz. Demak, birinchi qator tr degan tag, bu ham tr, 5 ta tr. Demak, birinchi qatorni yozamiz. Buning uchun har bir qator uchun bittadan tr degan tagni ochaman. Va buni orasiga endi har bir katak, ya'ni yacheykaga har bitta yacheyka yana bittadan tag bo'ladi. Bu th deyiladi. Th. Mana. Nima uchun th? Bu table head, ya'ni jadvalning boshi degani. Ya'ni bu nomer, full name, position, salary har biri bittadan th ichida bo'ladi. Birinchisiga mana no degan yozib ekan, nomer yozaman. Uni tashqarisiga, ya'ni pastdan yana th degani ochamanda, keyingisiga mana full name degan ism. Va uni tashqarisiga yana pastdan yana th, ya'ni har bir katagida bitta alohida th ichida yozyapti. Position va oxirgisi yana th, bu salary deb yoziladi. Ya'ni bitta qatorda to'liq kataklari mana bitta tr ichida yozamiz. Va endi bu natijasini ko'ramiz, qanday ketyapti. Natija ko'rsa mana bizda mana ko'rsatib berdi. Ya'ni mana hammasi bitta qatorda turibdi. Nomer, full name, position, salary. Endi e'tibor bersa, bizni bunda chiziq yo'q, ya'ni katagimiz yo'q. Katagini qilish uchun mana bunday katta bizda yo'q. Tabledan keyin oraliqda bo'sh joy tashlab, bu yerga border deb yozib, bir raqamni yozib qo'ysa, mana katagimiz chiqadi. Endi boshqa raqam yozsalar ham bo'ladi. Misol 8 yozaman. Bunda mana atrofida ramkasi qalinroq bo'ladi. Bizga bir ham yetadi hozircha. Demak, bo'ldi, birinchi qatorimizni tugatib oldik. Endi keyingi qatorlarimiz bu jadvalning tanasi hisoblangani uchun T-headdan tashqariga chiqib olamiz. Mana tashqarida mana ochuvchi tag, bu yopuvchi tag. Yopuvchi tagni tashqarisiga qo'yamiz kursorda va pastga tushib bu yerdan T-body degan tag ochamiz. Ya'ni bu jadvalda buni qolgan 1 2 3 4 ma'lumotlar shu T-bodyning ichida ketadi. Endi yana hozir aytdim, har bir qator bittadan tr bo'ladi dedim. Endi mana Bill Gates, Microsoft $1000 yozuvlarni yana bitta qatorga jamlash uchun yana tr degan tag ochiladi. Va buning ichida endi td deb ochilamiz. Nima uchun tepada th, endi bunda td? Th bu jadvalda boshi, ya'ni jadvalning boshidagi masalan full name, position nima yozish kerakligini aytadiganlar th deb bo'ladi. Endi jadvalda ma'lumotlar, ya'ni datalari table data td ning ichida yoziladi. Birinchisiga demak bir raqami tushadi. Undan keyingisi td yana, endi ism kelyapti mana Bill Gates. Undan keyingisi mana founder Microsoft va keyingisi oylik maoshi kelyapti. Demak, oylik maoshi $1000. Natijani ko'ramiz. Ko'rsa mana bizga ham bir xil tushdi. E'tibor berasizlar, bu yerda tepada ketma-ket nimani so'rayotganimizda shu ketma-ketlikda yozishlarni kerak. Agar
mana joyini almashtirib qo'yadigan bo'lsalaring buzilib ketadi. Masalan, mana nomerga ism tushib qoladi, full name'ga raqam, position'ga $1000, salary boshqa narsa. Shuning uchun tepada so'rayotgan qaysi ma'lumot so'rayotgan bo'lsa, bu yerda ham ketma-ketlikda xuddi shu narsani olish kerak. Demak, birinchisiga nomer, keyin ism va buni joyini almashtiramiz. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Endi pastdagi 2, 3, 4lar ham xuddi shunday qilib shu tartibda to'ldirib ketiladi. Demak, T-body'ni ichidan T-body tashqarisiga chiqib ketmaysizlar. Bu TR birinchi, bu ikkinchi mana Bill Gates qatorimiz tugadi. Endi yangi qator yozish uchun yana TR tashqarisiga kursorni qo'y, yana pastdan yana yangi TR. Har bir qator uchun yangi TR ochiladi. Yana bu TD ketadi, chunki yana bu ma'lumot 2 Steve Jobs deymiz. Bundan keyin mana founder Apple degan yozib ekan. Founder Apple va $1200. 1200 deb yozib. Va natijaga o'tamiz. Mana bir xil. Mana natijamiz to'g'ri chiqyapti. Demak, keyingi qator yana yangi TR dan tashqari chiqamiz. T-body'dan chiqib ketmaysizlar, e'tibor beringlar. Yana TR, ichida yana TD keladi. Keyingisi Larry Page degan ekan. Undan keyin buni, demak, bu Google asoschisi ekan bu, founder Google va $1100. Bu yerda nimadir kam. Demak, bizda tepada raqam tartib raqamimiz qolib ketibdi mana. Bo'ldi. Endi natijani ko'ramiz. Mana natijada 3 to'g'ri yozdik. Endi oxirgi qatorimiz 4. Yana TR tashqarisiga chiqib, T-body'dan chiqib ketmaysiz. Yana yangi TR o'tamiz. Yana yangi TD va 4 raqamni yozamiz. Mark Zuckerberg. R bo'lmaydi. Zuckerberg to'g'ri yozildi. Pastdan TD. Endi bu Facebook. Ya'ni founder demasa bu Meta kompaniyasi hozirgi Facebook va buni oylik maoshi $1300. 1300. O'tamiz. Mana o'sha natijamiz ko'rindi. Demak, jadvalimiz tayyor. Bu yerda bilan bir xil. E'tibor beringlar. H ichida yozilgan ma'lumotlar qalin, ya'ni jирныйda turibdi. TD'ning ichida yozilgan ma'lumotlar oddiy, jирный emas. Ya'ni bu yerda buni ham jирный qilish mumkin, bitaga yozib, lekin bu bizni brauzer uchun, ya'ni bu muhim ma'lumot. Ya'ni bu jadvalning boshi, bu jadval ma'lumotida biz unga xabar beramiz. Shuning uchun hali qalin qilish uchun test ichida yozib o'rinmaydi bu. O'sha o'zining tartibi bor yozilishda. Endi keyingi narsa bu jadvalga sarlavha bermagan sarlavha nom berishimiz mumkin. Buning uchun table border qatoriga, mana borderdan tashqari chiqasa, uch qavusdan pastga tushib turib, caption degan tag yozamiz. List deb yozib qo'yamiz. Mana bu jadvalda ma'lumot, jadvalda sarlavha desak ham bo'ladi. Jadval haqida ma'lumot. Buni H4, H5 deb yozsa ham bo'laveradi desizlar, mana buni yozsa bu alohida, ya'ni jadvalga taalluqli bo'lmagan bu ajralib turadi. Shuning uchun o'zini caption degan sarlavha tagida yozgan ma'qul. Shundan foydalaniladi. Demak, bugungi darsimizda shu oddiy jadvallar ko'rdik mana. Jadvallarimiz shu. Endi bu mavzuni mustahkamlagandan keyin endi sizlarga vazifa bo'ladi. Mana bu vazifa sizlarga mustaqil qilishlaring uchun. Hozirgiga o'xshaydi. Endi buni ko'rsak, qatorimiz 1, 2, 3, 4 qator bor ekan, ustunimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta ustun bor ekan. Tepasidagi yozuv hozir ko'rsatgan caption degan tagida ichida yozasizlar. Qolgani mana buni T head ochib olinadi va buning ichiga mana TR qilib, TH qilib qolganlar yoziladi va bular T-body bo'lib ketaveradi TDda. Buni TH da yozaveringlar. TH, TH. Chunki bu ham jadval haqida ma'lumot sarli bosh jadval ekan. Shuning uchun buni ham TH da qolganlarini mana yes, no'larni TDning ichida yozaverasizlar. Bu yerda e'tibor beringlar, 6 ta ustun bor ekan. Ya'ni 6 ta degani bundan yana 4 ta emas, yana 2 ta qo'shasizlar, 6 ta bo'ladi. Shuni mustaqil bajarsizlar. Keyingi darsimizda jadvalni murakkablash, ya'ni jadvallarga orasida joy ochish, call span, row span degan atributlarga ko'ra murakkab jadvallar ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.